2,5 ming yurgan atiga Nissan Patrol 2025-yil bizga keldilar. Oldilar bo'ylari singan edi. 1 oydan oshiq qidirdik. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda ham yo'q bo'lgan original laboyni bizni topib, buyurtma asosida olib kelib berdik. Hozir shuni qo'yish jarayonidamiz. Agar sizda ham shunaqa inomarkalar bo'lsa, to'g'ri aloqaga chiqing, ishingizni hal qilib beramiz. Bu Nissan Patrolimizni oldilar bo'yi ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Ushbu original oynamizda ADAS sistemalarning maxsus o'zini Nissan plastmassalari bo'ladi, briketlari. Sensor ikkida ham Nissan pechat, kamera joyida ham bo'ladi va oyna paralanmasligi uchun, kameraga xalal bermaslik uchun o'zini spiral bo'ladi, ulangan, tayyor bo'ladi, toshi o'zida bo'ladi va oynaning ikkita chetida направляющий bo'ladi, plastmassa. Shu oynaning tushib ketmasligiga katta rol o'ynaydigan narsasi. Vinkodi ushbu ko'rinishda bo'ladi. Ushbu patrolimiz oynasi necha pul turadi? Kommentariyada yozib qoldiring. Mana Nissan Patrol laboyini alishtirib bo'ldik. Sizlarga ham agar shunaqa inomarkalarga oyna qo'yib berish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar, ishinglarni hal qilib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin.